Avvalambor assalomu alaykum. Aka-ukalar, mana ikkita gibrid sifatlari vafshi o'tkir. Uncha toza narsadan ham yaxshiroq narsalar. Angusni gibrid varianti tozasi emas, uni aytib o'taylik. Bir xilga o'xshab qora bo'lsa Angus ketavermaymiz. Yana simental gibrid. Orqa oldi bir xil, orqalari to'rtburchak kelishgan. Qaytar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Yoshlari keladigan bo'lsak, sredna 10 oylik atrofidagi ikkita gibrid novosimiz. Angusning shoxi yo'q, mana buni lekin shoxi bor, lekin juda ham o'tkir. Orqalarini ko'rasizlar. Qaytarganda. Orqasi to'rtburchak. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, ikkalasini bir joyda olaman degan ko'kalarimizga oxiriga berib yuboriladigan summasini aytamiz. 32 million so'm bo'ladigan bo'lsa berib yuboramiz. Faqat oxirgi narx-navosi. Oldi orqasi bir xil, oldi ham, orqasi ham bir xil. Bir xil molda orqasi yo oldi yaxshi bo'ladi, bunaqa emas bular. Bu mana gibridimiz ham qaytar. Turishini ko'ryapsizlarmi? Olgan odam xudo xolasa baraka topadi, nasib qilsa. Bo'ybastlarga keladigan bo'lsak, sredna 1.10 desak ham bo'ladi. O'lchanmagan, xudo xolasa harakat qilamiz. Uni ham hozir o'lchab, tagiga ma'lumotlarni yozganda uni ham yozib yuboramiz. 1.5, 1.10 oralig'ida deylik. Harakat qilamiz o'lchab berishga. Yebichalar vashshami? Yerdagi xaslarni yeb tashlayapti. Hayda. 32 million so'm berib yuboriladigan oxirgi summasi. Chunki pul zarur, shuning uchun bo'ladigan narx-navosini qo'yib qo'yganmiz. Hayda orqasini. Sog'liqlarini bemalol kiyib tekshirib pul sanaysizlar, xudo xolasa. Bitta quvib yuborgan, ikkovini ham. Mana birortasi cho'loq bo'log'ligi yo'q. Defekti yo'q, sog'lom.